BDT mutaxassislari Uyg'ur bolalarining Uyg'ur tili ma'rifidan ayirib qoldirilishi va hamda oilalaridan uzoqlashtirilishi haqida maxsus bayonot e'lon qildi. BDT Kishilik huquq oliy komissarining ishxonasi yaqinda e'lon qilgan Uyg'ur farzandlari bayonotini BDTning madaniyat haqlari, ma'rif va kishilik huquq sohasidagi alohida ma'lumotchilardan Fernando Varines qatorliq 3 kishi tayyorlab chiqqan. Bu BDT e'lon qilgan Uyg'ur diyori haqidagi yangi bir doklad bo'lib, buningda Xitoy hukumati mangdirayotgan yotoqliq maktab sistemasining Uyg'ur bolalarini ona til o'rganish fursatidan mahrum qoldirish, majburiy holda oilasidan va Uyg'ur jamoatidan judo qilish rolini o'ynayotganligi tanqidlandi. Shuningdek, buni majburiy assimilyatsiya deb yakunladi. Dokladda biz Uyg'ur bolalarining majburiy holda Xitoycha tilga va Xitoy madaniyatiga assimilyatsiya bo'layotganligidan cho'nqur andish qilmoqdamiz deyiladi. Bayonotda aytilishicha, bu xildagi yotoqliq maktablarga o'rinlashtirilgan Uyg'ur bolalarining ota-onasi lagerlarga qamalgan yoki chet ellarga chiqib ketgan bo'lg'achqa, Xitoy hukumati bu bolalarni Darul Tamlarga va yotoqliq maktablarga to'plagan. Xitoy tarafidan muddatsiz qamoq jazosi hukm qilingan mashhur Uyg'ur olim Rahila Davudning qizi Aqida Po'lat doirlarning onasiga rahim qilmaganligini va dunyoning har qaysi joylaridagi akademiklarning qo'llashini talab qiladiganligini bildirdi. Uyg'ur folklori haqida ko'plagan tadqiqotlarni olib borgan va xalqaro ta'sirga ega bo'lgan Rahila Davud Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligida ziyonkashlikka uchragan minglagan akademiklarning biri. Navbatda Amerikada yashayotgan Aqida Po'lat Fransiya axborot agentligining ziyoratini qabul qilganda butun dunyodagi universitetlardagi akademiklarni Xitoyga besim ishlatishga chaqiradiganligini aytdi. Amerika Markaziy axborot idorasining yuqori darajalik amaldori Xitoy sun'iy idrok programmalarining Amerikaning davlat bexatarligiga olib keladigan yoshirin xavf haqida ogohlantirdi. Hamda Markaziy axborot idorasining bu texnikani Amerikaga foydali usulda kengaytirishga tirishayotganligini bayon qildi. Amerika Fox xabar to'rining xabariga qaraganda, Amerika Markaziy axborot idorasining sun'iy idrok direktori Lakshmi Raman mundaq dedi: Amerika Markaziy axborot idorasi Xitoyning sun'iy idrok programmalarini ko'ngil qo'yib kuzatyotdi. Beijing bu sohada har jihatdan taraqqiy qilmoqda va kengaymoqda. Amerika bilan Xitoy o'zlarining krizisga to'lgan munosabatini hal qilishga tirishayotgan bo'lib, ikki davlat rahbari ko'rishmoqchi bo'lgan. Washington pochtasi gazetining yuqori darajalik Amerika amaldorlarini asos qilgan xabarda aytilishicha, Oqsaroy kelar oy San Fransiskoda Amerika prezidenti Joe Biden bilan Xitoy prezidenti Xi Jinping o'tirsida yuzturani ko'rishni planlamoqda ekan. Amerika Adliya ministrligi fentanil atkazchiligi bilan ayblangan 8 Xitoy shirkati va bu shirkatlarning 12 boshqaruvchisini jazolash tizimligiga kirgizdi. E'lanishicha, Amerika Xitoydagi 10 shirkat va shaxsni fentanilni qonunsiz epsetish jinoyati bilan ayblagan. Amerika amaldorlari bu harakatni Amerika tarixidagi eng ajalli krizisga qarshi turishning bir qismi deb sifatlagan bo'lib, bu jazolash tadbirlari Xitoy shirkatlari va boshqaruvchilari fentanilga ishlatadigan ximiylik moddalarni tashviq qilish, yasash va tarqatish bilan ayblangan. Braziliya bilan Xitoy to'nigan tunji qatam ikki davlat bo'lida ikki taraflik savdo qilgan. Xabar qilinishicha, ikki taraflik savdo doirasida Xitoy puli yuan bevosita holda Braziliya realiga aylantirilgan. Xitoy bankasining Braziliyadagi tarmoqining bayonotida pul muomala savdosi tarixiy voqea deb e'lon qilingan. Bayonotda bu savdoning Xitoyning Shanxayda vakillik o'rni bor Eldorado Brazil nomli shirkatdan qog'oz materiali sotib olganligi ko'rsatildi.